O'zbekiston Niderlandiya jonli efirni qayerda ko'rsa bo'ladi? Niderlandiya matbuoti va ekspertlari O'zbekiston haqida nimalar demoqda? Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Kanadaga qarshi 0-2 hisobdagi mag'lubiyatdan so'ng O'zbekiston terma jamoasi tanqid qilayotgan bir paytda Niderlandiya matbuoti bu o'yinga ancha pragmatik qaramoqda. Ularning asosiy mavzusi O'zbekiston emas, balki o'z jamoasining holati. Jazoirga 0-1 hisobda yutqazgandan so'ng Ronald Koeman jamoasi ham bosim ostida qolgan. News nashri O'zbekiston noma'lum, ammo qiziqarli raqib. Niderlandiyaning eng ilk sport nashrlaridan biri News O'zbekistonni jahon chempionati debyutanti va Fabio Cannavaro boshqarayotgan jamoa sifatida tanishtirdi. Ular O'zbekiston FIFA reytingida 50-o'rinning atrofida ekanini, guruhda Portugaliya, Kolumbiya va Kongo bilan o'ynashni alohida qayd etgan. KNVB va Ons Orange oq bo'rilar Niderlandiya futbol federatsiyasining rasmiy platformasi O'zbekistonni oq bo'rilar deb atab, Gollandiya uchun nisbatan noma'lum raqib ekanini yozgan. Shu bilan birga ular O'zbekistonni e'tiborsiz qoldirmayapti, chunki bu Osiyo futbol vakiliga qarshi kamdan kam uchraydigan sinov bo'ladi. Ronald Koeman nima dedi? Koeman O'zbekistonga qarshi o'yinga ataylab tanlaganini aytdi. Uning fikricha, jahon chempionati oldidan turli qit'a vakillariga qarshi o'ynash foydali. Niderlandiya, Norvegiya, Ekvador, Jazoir va O'zbekiston bilan o'ynab, turli uslublarga moslashishni maqsad qilgan. Muxlislar orasida kayfiyat, Niderlandiya forumlari va ijtimoiy tarmoqlardagi umumiy qarash. O'zbekistonni yutish kerak, ammo bu oddiy sayr bo'lmaydi. Ayniqsa O'zbekistonning jahon chempionatiga chiqqani va tarkibida Abduqodir Husanov hamda Eldor Shomurodov kabi Yevropada tanilgan futbolchilar borligi tilga olinmoqda. Ayrim sharhlovchilar Kanadaga o'yindan xulosa chiqarib, O'zbekistonning himoyasi tartibli, ammo hujumda muammolar borligini yozmoqda. Ekspertlarning taxminlari, Niderlandiya ekspertlarining aksariyati Gollandiya g'alabasini kutmoqda. Taxminiy hisoblar ko'proq 2-0, 3-0 yoki 3-1 atrofida bo'lishi aytilmoqda. O'zbekiston uchun ijobiy jihat, Niderlandiya ommaviy axborot vositalarida O'zbekiston oson raqib sifatida emas, balki jahon chempionatiga chiqqan va tez rivojlanayotgan Osiyo jamoasi sifatida taqdim etilmoqda. Ular ko'proq O'zbekistonni emas, o'zlarining muammolarini muhokama qilayotganlari ham shundan dalolat beradi. Niderlandiya O'zbekistonni mensimaslik kayfiyati deyarli yo'q. Ular favorit ekanlarini bilishadi, ammo Jazoirga yutqazgandan so'ng O'zbekistonga qarshi o'yinni majburiy g'alaba va jahon chempionati oldidan muhim sinov sifatida ko'rishmoqda. Xo'sh, ushbu o'yinni bevosita jonli efirda ko'rishni istaysizmi? Biz sizga ushbu imkoniyatni taqdim etamiz. Buning uchun albatta ushbu Ekstra Sport kanalimizga obuna bo'lib, video kommentariyasiga Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Aynan Telegram kanalimizda ushbu o'yinni jonli efirda olib boramiz. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston Niderlandiya o'yinida qanday hisob qayd etiladi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.